Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi, ya'ni maxsus sifatlarga misollar o'rganamiz, mashqlar. Demak, qo'llanmamizdan 41 bitdan davom ettiramiz. Tamarinun mashqlar. Iqro va kutub. O'qing va yozing. Muhammadun tolibun qodimun. Muhammad eski talaba. Yangi talaba emas, eski talaba. Azalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Ana u kishi yangi o'qituvchimi? Ma degan. La huwa tabibun jadidun. Yo'q, u yangi shifokor. Demak, biz o'tgan darsda aytgandik, o'sha mavsuf qanday i'roblansa, sifat ham o'shanday i'roblanadi degandik. Hada darsun sahl. Bu oson dars. Demak, o'zbek tilida birinchi sifat aytilib, keyin mavsuf aytiladi. Arab tilida yozilishni ham demak, mana e'tibor beringlar, birinchi mavsuf, keyin sifat yoziladi. Abbasun tajirun shahirun. Abbos mashhur tijoratchi, savdogar. Bilalun muhandisun kabirun. Bilol katta muhandis. Al-inkiliziya yoki inkiliziyatu lug'atun so'matun. Ken o'rniga j bilan ishlatish uchun injiliziyatu degan bo'ladi, inkiliziyatu degan bo'ladi. Demak, ingliz tili qiyin til. A anta rajulun g'aniyun. San boy kishimisan? La, ana rajulun faqirun. Yo'q, men boy bo'lmagan kambag'al kishiman. Al-Qohiratu madinatun kabiratun. Qohira katta shahar. A anta mudarrisun qodimun. Sen eski o'qituvchimisan? La, ana mudarrisun jadidun. Yo'q, men yangi o'qituvchiman. A hamidun tolibun kaslanun. Hamid kaslanu oxiri. Demak, Hamid dangasa talabami? La, huwa tolibun mushtahidun. Yo'q, u mushtahid, ya'ni tirishqoq talaba. Da fil farog'i fil jumalil atiyati na'dan munasiban. Demak, bo'sh joylarga, kelayotgan jumlalardagi bo'sh joylarga munosib sifatni qo'ying. Na'atan sifat degani. Xadijatun tolibatun mushtahidatun. Xadijatu tolibatun mushtahidatun. Xadija tirishqoq talaba. Xolidun tajirun g'aniyun. Xolid boy savdogar. Nima boy degan sifat qo'ydik bu yerda. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Arab tili oson til. Al-usfuru ta'irun saghirun. Chumchuq kichik qush. Al-tuffahu fakihatun lazizatun. Olma shirin meva. Ana mudarrisun jadidun. Man yangi o'qituvchiman. Muhammadun tabibun mushtahidun. Masalan, Muhammad tirishqoq tabib yoki jadidun yangi tabib, shifokor. Al-inkiliziyatu lughatun so'matun. Ingliz tili qiyin til. Yoki mana shu so'zda ken o'rniga j bilan ham ishlatiladi. Al-injiliziyatu deb ham aytiladi. A anta tolibun jadidun. Sen yangi talabamisan? Al-Qohiratu madinatun jamilatun. Qohira chiroyli shahar. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab yodlab o'zlashtirib olamiz.